Assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar. Mana bu yilda kuz-bahor oylarida ko'chat ekamiz degan aka-ukalar. Mana ko'chatlarimiz. Xudo xohlasa 20 mingdan oshiq ko'chatlarimizni o'stiryapti. Mana ko'chatlar. Mana ser hosil nodalardan olingan, mana chochilavash. Mana uzumlarimiz. Xudo xohlasa yer tayinlab toksor qilaman degan aka-ukalarimiz bu yil kuzlar, bahorlar oylarida kesanglar mana shu ko'chatlardan ekib boqilasizlar. Mana ser hosil, mana hammasida uzumlari bor mana. Hammasida uzumlari bor. Mana. Mana Xudo xohlasa tayyor bo'lish arafasida turibdi. Mana yeri bor aka-ukalarga. Eksanglar 2 yilda Xudo xohlasa nishona ko'rsatib hosil olishga boshlaysizlar. Imkon qadar o'stirib sizlarga yetkazib beramiz. Changidan o'zimizni mesniy ko'chatlar, mana o'zimizni universitet uzumlaridan ekaman degan aka-ukalarimiz, uchastka bog'larga, dalalarga boq qilaman degan aka-ukalarga ko'chatlarimiz mana tayyor bo'lib qoldi Xudo xohlasa.